Eshik yo'q bo'lsa, hayotimiz qanday bo'lar edi? Uyingizda eshik yo'q, har kim bemalol kirib chiqadi. Ko'chadagi shovqinlar, mashinaning ovozi ichkariga to'xtovsiz kirib keladi. Qishda sovuq, yozda esa jazirama issiq bo'ladi. Bunday hayotda kimni yashagisi keladi? Lekin yog'och eshik, ya'ni hozirgi eshiklar yaratilgungacha odamlar qanday yashashgan? Hech qiziqib ko'rganmisiz? Eshik insoniyat tarixi kabi qadimiydir. Odam dastlab g'orda yashagan davrlarda ham o'zini tashqi xavfdan himoya qilish uchun tosh, daraxt shoxlari yoki hayvon terilaridan foydalanib, g'or og'zini yopishga harakat qilgan. Bu oddiy himoya vositalari keyinchalik eshikning ilk ko'rinishlari bo'lgan. Qadimgi Misrda eshiklar toshdan yasalgan. Arxeologlar fir'avnlar maqbaralari va ibodatxonalarida katta qattiq toshdan ishlangan eshiklarni topgan. Bu eshiklar nafaqat himoya, balki hokimiyat va abadiylik ramzi sifatida ham ishlatilgan. Rim imperiyasi davrida esa yog'och eshiklar keng tarqaldi. Rimliklar ulkan saroylar, qal'alar va jamoat binolarini qalin yog'ochdan yasalgan temir bilan mustahkamlangan eshiklar bilan himoya qilishgan. Bu davrda eshik nafaqat xavfsizlik, balki boylik va kuch ramzi bo'lib qoldi. O'rta asrlarda eshiklar yanada takomillashdi. Qal'a va cherkov eshiklari bronza va temirdan yasalib, bezaklar bilan boyitildi. Ular ko'pincha diniy ramzlar, naqshlar yoki shohlarning belgilarini o'z ichiga olgan. Bu orqali eshik hokimiyat, kuch va diniy e'tiqod misoliga aylandi. Sharqda esa, jumladan Xitoy va Markaziy Osiyoda eshiklar ko'proq yog'ochdan ishlanib, o'yma naqshlar bilan bezatilgan. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlardagi qadimiy madrasalar va masjidlardagi eshiklar bunga yorqin misoldir. Bu eshiklar nafaqat amaliy, balki san'at asari darajasiga ko'tarilgan. Zamonaviy davrda esa eshiklar juda xilma-xil bo'lib ketdi. Metal, plastik, shisha, alyuminiy kabi materiallardan ishlanmoqda. Endi eshik nafaqat himoya, balki dizayn, estetik go'zallik va texnologiyaning bir qismi bo'lib xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda hatto aqlli eshiklar ham mavjud bo'lib, ular barmoq izi, yuzni tanish yoki mobil telefon orqali ochiladi. Hoppa, Varatali qariya qaytarganni. Chaldan qarang. Решение правил. Рамос пришел рассказывать, что это первый фол, но Месси обыграл соперника, явно сзади бьет Леонеля по ногам Казимиру, и Эрнандес показывает карточку. Вот еще раз видим, оказывается в штрафной площадке, и вопрос в том, насколько готова Барса к тому. Давай. Turmaydi oxirigacha. Zo'r, Messi. Eshikning birinchi va eng asosiy vazifasi bu xavfsizlik. Kuchli kirish eshigi begona odamni tashqarida qoldiradi. Qadimdan buyon qulflar, turli mexanizmlar aynan odamlarni himoya qilish uchun yaratilgan. Statistikaga ko'ra, uyga noqonuniy kirishlarning 70% eshik orqali amalga oshiriladi. Demak, eshigingiz qanchalik mustahkam bo'lsa, hayotingiz ham shunchalik xavfsizdir. Ikkinchi vazifasi bu shaxsiylik. Eshik sizning hududingizni belgilaydi. Bolalar xonasida yopiq eshik ularning erkin o'yiniga sharoit yaratadi. Ota-onalar xonasida esa osoyishtalik va xotirjamlikni saqlaydi. Ofisda yopiq eshik bu diqqat, tartib va samaradorlikni bildiradi. Ya'ni eshik nafaqat tashqaridan, balki ichkarida ham tartib va qulaylik yaratadi. Uchinchi vazifasi bu izolyatsiya. Eshik tashqi shovqindan himoya qiladi. Tashqarida mashina shovqini, ichkarida esa osoyishta sukunat. Qishda uyingiz issiqligini, yozda esa salqinligini saqlab, energiya tejamkorligini ta'minlaydi. Demak, eshik nafaqat himoya vositasi, balki farovonlik va iqtisod manbai hamdir. Shu bilan birga videomiz sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eshik bu uy haqida birinchi taassurot. Kirgan odam dastlab devor yoki derazaga emas, aynan eshikka qaraydi. Birinchi qarashda uyingizning qiyofasini belgilaydi. Oddiy eshik bilan uy oddiygina ko'rinadi, lekin zamonaviy dizaynerlik eshigi bilan uy darrov e'tiborni tortadi va o'ziga jalb qiladi. Eshik bu uy egasining didi, uslubi va hayot tarzidan darak beradi. Qanday eshik tanlashingiz bu siz haqingizdagi birinchi vizit kartadir. Mustahkam eshik ishonchlilik va kuchni, nafis eshik did va qulaylikni, zamonaviy eshik esa yangilik va texnologiyani bildiradi. Shunday ekan, eshik nafaqat uy imijining bir qismi, balki sizning shaxsiy brendingizning
bir qismi ham. Bugungi kunda esa eshikning turlari ko'p va har biri o'z vazifasiga ega. Birinchisi kirish eshiklari. Uy va ofis xavfsizligining asosiy kafolatidir. Mustahkamligi, qulf tizimlari va chidamliligi bilan sizni tashqi xavfdan himoya qiladi. Keyingisi ichki eshiklar. Xonalarni ajratib, shaxsiylik va tartibni ta'minlaydi. Ular orqali har bir xona o'z atmosferasini saqlab qoladi. Keyingisi esa surma eshiklar. Zamonaviy ofis va kvartiralarda qulaylik va joy tejamkorlik uchun ishlatiladi. Keng maydon yaratadi va interyeringizni yengil ko'rsatadi. Keyingisi panorama ko'rinish beruvchi eshiklar. Yorug'lik, kenglik va tabiat bilan bog'lanish imkonini beradi. Uydan tashqariga chiqishda ham estetik ko'rinish beradi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot, Akbarich kompaniyasi neoklassika, klassika, modern, high-tech va eksklyuziv turdagi eshiklarni xarid qilishingiz mumkin. Agar sizda eshik xarid qilish istagi bo'lsa, quyidagi link orqali telefon raqamingizni qoldiring va biz sizga aloqaga chiqamiz. Texnologiya zamonida eshiklar ham aqlli bo'lib qoldi. Bir paytlar eshik faqat yog'och, temir yoki toshdan yasalgan oddiy himoya vositasi edi. Ammo bugun u texnologiyaning bir bo'lagiga aylandi. Endi eshik nafaqat yopiladi va ochiladi, balki u sizning xavfsizlik tizimingiz, qulaylik darajangiz va hattoki imijingizning ajralmas qismi hisoblanadi. Masalan, Smart Lock tizimlari. Endi qo'lingizda kalit bo'lishi shart emas. Eshigingizni oddiygina telefon orqali boshqarasiz. Bir tugma bosish bilan eshikni qulflash yoki ochish, hatto dunyoning nariga chetidan turib ham nazorat qilish mumkin. Yana biometrik eshiklar bor. Ular sizni barmoq izi, yuzni tanish yoki ovoz orqali tanib, faqat haqiqiy egasiga eshikni ochadi. Bu oddiy mexanik qulfdan ko'ra 100 barobar xavfsizroq. Endi kalitni yo'qotib qo'ydim degan muammo qolmaydi. Bundan tashqari eshiklar ichki qulaylikni ham ta'minlaydi. Zamonaviy modellar tashqi shovqinni 40-50% gacha kamaytiradi. Tasavvur qiling, tashqarida shovqin surondan to'la ko'cha, ammo siz eshikni yopgan zahotingiz osoyishtalik dunyosiga kirib borasiz. Texnologiya eshikni nafaqat xavfsizlik, balki energiya tejamkorlik vositasiga ham aylantirdi. Maxsus qoplamalar va izolyatsiya qatlami tufayli qishda issiqlik chiqib ketmaydi. Yozda esa uy ichida salqinlik saqlanadi. Eng qiziq jihati bu dizayn va texnologiyaning uyg'unligi. Avvallari texnik qulaylik va go'zallik bir-biriga ziddek tuyulardi. Bugun esa aqlli eshiklar nafis ko'rinishi bilan interyerni to'ldiradi. Minimalistik dizayndan tortib, klassik uslublargacha har qanday uyga mos keladi. Hozirgi eshiklar bu oddiy yog'och yoki temir parchasi emas. Bu sizni himoya qiladigan, qulaylik yaratadigan, energiyani tejaydigan va imijingizni ko'taradigan aqlli sherikdir. Har safar eshikni ochganingizda siz nafaqat xonaga kirib borasiz, balki kelajak hayot tarziga qadam qo'yasiz. Agar siz uyingiz uchun nafaqat eshik, balki ishonch o'rnatmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Obuna bo'ling, like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Akbarich eshiklari sizning xavfsizligingiz kaliti. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan uslubda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Milliy brend Akbarich, ko'ngil tinch.